Bugun vaqt qilib sizlar bilan gaplashmoqchiman. Bilasizlar, hozirgi payt videolarim to'pga tushishga boshladi. Bu degani yangi podpishchilar, yangi odamlar har xil kommentariyalar yangilar yoki turklarni yoki arab profillarida o'zimning videolarimni ko'rib qolaman. Tabiiyki, kirib kommentariyalarni o'qishga boshlayman. Boshqa chet ellik odamlarning profillaridagi videolarimning kommentariyalarida ham yaxshi kommentariyalar qolgan bo'ladi. Ayol kishilar tomonidan videolarim hijob o'rash to'g'risida bo'lgani uchun ayollar ko'p kuzatadi. O'sha kommentariyalar, masalan, juda ham chiroyli o'rading. Juda ham chiroyli qiz ekansan, men uchun foydali bo'ldi. Senga yarashdi, shunga o'xshagan faqat yaxshi kommentariyalar bo'ladi. Hech qachon "Men unaqa qilding, shunaqa ham o'riydimi? Endi o'sha ham shunaqami? Nimaga endi bu ham bunaqami?" Birovni sujdat qiladigan kommentariya bo'lmaydi. Nimaga? O'zbeklarning kommentariyasida bir-birini go'shini yeyish kerak. Birovni muhokama qilinadi, yomon tarafi ko'riladi. Bu hammaga tegishli emas, albatta. Ichidagi alamini, kimgadir bo'lgan zaharini gapirib, sochib chiqib ketish kerak. Men faqat o'zimning videoyimdagi kommentariyalarni aytmoqchi emasman. O'zi negativ juda ham kam keladi. Umuman O'zbekistondagi blogerlar bo'ladimi, san'atkorlar bo'ladimi, o'zbeklar tomonidan shunaqa yomon negativlar, yomon kommentariyalar yoziladi. Bunga sabab odamning dunyoqarashi torligida, o'zini ustida ishlamasligida, kitob o'qimasligida, chiqoralikda, sizda bor возможность unda yo'qligi uchun, sizdagi san'at, sizdagi chiroy unda yo'qligi uchun, agar sizdagi bo'lganda, u ham xuddi shu ishni qilishi mumkin bo'lgani uchun qila olmaganidan ichidagi alamlarini to'kib ketishadi. Yaxshilikni ko'zlagan odam sizga yaxshi so'zlar bilan, yaxshi gaplar bilan bu narsani tushuntiradi. Men o'ylashim bo'yicha, aql farosatga ega odam o'sha video yoqmagan taqdirda ham indamasdan u videoni o'tkazib yuboradi. Hayotga chiroyli va yaxshi ko'z bilan qaranglar. Mehr bilan qarashni o'rganinglar. Qaysidir kitobda o'qigan edim. Birovni xafa qilishdan oldin shu narsani o'ylagin. Bu odam ham Allohning bir parchasi ekanligini yodingda tutsang, hech qachon birovga yomon so'z, ko'nglini og'ritishni xohlamaysan. Shu gapni ham sizga aytib o'taman. Hammalarni yaxshi ko'raman.